Menga qara, ajrashasan. Ona? Qo'shnilar o'g'lingiz sog'lommi deb gap so'z qilishyapti. Mana 6 yil bo'ldi uylanganingga, farzand yo'q hali. Nima qilay, bormagan doktorimiz qolmadi, ko'rdingiz-ku. Ayolim ham sog'lom ekanman. Xudo bermasa, men nima qila olaman, ona? Ey, mani desang, ajrashasan, gap tamom. Adasi to'xting. Boshlagan ishimizni oxirigacha yetkazib qo'yaylik. Endi buni foydasi yo'q. Men bir qarorga keldim. Bugun ham borib, To'xting. Hammasini bilaman. Eshitdim. Iltimos, men uchun. Oling. Mani desang, ajrashasan, gap tamom. Hey. Eshityapsanmi, sen gapiryapmi? Oy. Uzr o'rtoq. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Menimcha hayotim buzilib ketsa kerak. Bormagan doktorim, taqillatmagan eshigim qolmadi. 6 yildan beri befarzandman. Menimcha sen boshqa ishingni taqillatayapsan. Nima? O'zing o'ylab ko'r. Bir bola xato qildi. Ertasi kuni hech narsa bo'lmaganda ota-onasidan yana shirinlik olib berishni so'radi. Nima bo'ladi? Bola xatosini tushunib yetmaguncha unga shirinlik olib bermaydi. Yaxshilab o'ylab ko'r o'rtoq. Hammasi yaxshi bo'ladi. Allohim, sen oldinga umid bilan keldim. Tavbamni qabul qil. Farzand ne'mati bilan siyla. O'tinib so'rayman. Iltimos, suhbatimizga xalaqit berma. Men tavba qilgani keldim. Alloh tavbangizni eshitibdi. Siz ota bo'lasiz. Alo. Adasi eshityapsizmi? Alo. Sabr degan daraxt bo'larkan. Uni parvarish qilish juda ham qiyin ekan. Lekin mevasi juda ham shirin bo'larkan.